Juda giperaktiv bolalar normami, normadagi giperaktivlik yoki shifokor ko'rigiga kerak bo'lgan hollarni qanday ajratsa bo'ladi degan savol keldi. O'zi aslida mana shu narsaga ko'proq to'xtalishimiz kerak. Bu juda ham dolzarb bo'lib qolyapti. Giperaktivlik, SDVG, autizm, e'tibor kamlik, yaxshi o'qimaslik degan narsa hozirgi paytda otalar orasida juda ham nima deydi, dolzarb, keng tarqalib ketyapti. Savollar ko'p shu. Shuning uchun ham alohida to'xtalib o'tsak ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman bu narsaga. Qisqacha qilib aytaman. O'zini savollardan bilinyapti, juda ham giperaktivmiz. Misol uchun 3 yoshgacha normal holatda bolalarda giperaktivlik bo'ladi. Masalan, stereotipiya deymiz. Maqsadsiz harakatlarni takrorlab qo'yish. Masalan, kimdir kallasini deb qiladi, kimdir kallasini uryapti deydi, kimdir qilg'ilar qiladi, kimdir qo'lini bunday orqaga tortyapti deydi. Bunday qarasa tushunarsiz maqsadsiz harakatlarni qilyapti. Bu narsa 3 yoshdan o'tib ketadi normal holatda. Agar 3 yoshdan keyin ham u cho'zilib ketayotgan bo'lsa, bu giperaktivlik normal emas. O'shuning uchun bolalarda asab ruhiy holatini rivojlanishini qisqacha ota-onalar bilib olish kerak deb o'ylayman. Ya'ni 1 yoshdan tug'ilgandan 1 yoshgacha bo'lgan bolaning holati hech bo'lmasa 3 yoshgacha alohida boshqacharoq bo'ladi. 3 yoshdan 7 yoshgacha boshqacharoq, 7 yoshdan 12 yoshgacha, 12 yoshdan keyin 17 yoshgacha bo'lgan davrlardagi asab ruhiy holatini qisqacha uy sharoitida baholashni ham o'rganib olsa, ota-onalarga ziyon qilmaydi. Bu masalada nima qilish kerak desa, ko'proq bolalar nevropatologi va bolalar psixologi bilan maslahatlashish kerak. Bir iloji bo'lsa ilm bo'lib qolish uchun SDVG haqida ham qisqacha gapirib o'tib ketamiz oxirida.